Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, xormanglar. Charchamayapsizlarmi? Hamma yaxshimi? Bugun mana 20-dars modal fe'l haqida gaplashamiz, ya'ni modal verbs. Bular o'zbek tilida holat fe'llari desa bo'ladi. Holat fe'llari desa bo'ladi. Misol uchun shu holatga qarab qo'yiladi. O'zi modal fe'llar juda ko'p. Bugun faqatgina can haqida gaplashamiz. Can yoki can't haqida. Demak, can nima? Can bu qila olmoq degani. Misol uchun qobiliyatni aytayotganda yoki bironta ishni qo'ldan kelishini aytayotganda qo'llaniladi. Misol uchun men mashina mina olaman yokida kompyuter tuzata olaman deb nimadir qo'ldan kelishini aytishda. Kenda aytishda shunaqa bo'ladi. Ya'ni ability deyiladi ingliz tilida. Ya'ni qobiliyat. Aytishda. Misol uchun tarakkabida positive deymiz. Tarakkabi qanaqa? Egadan keyin biz shu can degan modal fe'lni qo'yamiz. Bu modal fe'l asosiy fe'l emas, bu yordamchi fe'l bo'ladi. Shuning uchun biz asosiy fe'lni o'zini qo'yamiz, ya'ni fe'lga hech narsa qo'shilmaydi. Ikkinchi ustun yoki ing hech narsa. Va to'ldiruvchi. Misol uchun I can fix the laptop. Men kompyuter tuzata olaman. Yokida she can drive a car desa bo'ladi. U mashina mina oladi. Yokida we can play the football. Biz futbol o'yna olamiz deganday. Misol uchun shunaqa, bunaqa qila olamiz deganday. Endi inkori albatta bunaqa qila olmaymiz deganday bo'ladi. Negativ. Bunda birinchi ega, keyin can, keyin not qo'yamiz. Ikkalasini qisqartirib biz can't desak bo'ladi. Keyin fe'l va keyin object to'ldiruvchi bo'ladi. Negativni men qizil rangga bo'yab qo'yaman hozir. Mana. Misol uchun I can't ride a bike deyman. Men velik mina olmayman deganday. Yoki men suza olmayman desam bo'ladi. Yoki u bola suza olmaydi deymiz. He can't swim the river. U daryoda suza olmaydi. Har doim he demaylik, deylik bitta o'quvchilar peoples can't solve the problem. O'quvchilar muammoni yecha olmaydi deganday. Har doim he she it bo'lmaydi. Misol uchun ism kelishi ham mumkin, boshqa narsalar kelishi ham mumkin. Savolda question. Birinchi can chiqadi. Keyin ega, keyin fe'l, oxirida albatta to'ldiruvchi va question mark. Misol uchun can you nima desak bo'lar ekan? Play the piano. Pianini chala olasanmi? Deyapti. Yokida
Can she ride a horse? U ot mina oladimi? Bu har doim ham bunaqa qila olaman yoki unaqa qila olaman emas. Bir xilda ruxsat so'rashda ham bo'ladi yoki ruxsat berishda. Eshikni ocha olasanmi? deb ruxsat so'rashda ham, eshikni ochsam bo'ladimi deb ruxsat so'rashda ham ishlatsa bo'ladi. Asosan qobiliyat aytayotganda bu modal fe'lda ishlatamiz. Dars tushunarli bo'ldi deb o'ylayman hammaga. Ovozim sal pastroq kelayotgan bo'lsa, iloji boricha sal videoni ovozini ko'tarib eshitishni tavsiya qilaman. Hammaga rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha